Qo'qon davlat universiteti magistratura bo'limida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Namangan bo'linmasining yetakchi olimlari ishtirokida ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Qo'qon davlat universiteti magistrantlari bilan uchrashuvimizning asosiy maqsadi bu O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi matematika institutining Namangan bo'linmasi haqida qisqacha ular bilan tanishtirish, kelgusida qiladigan ilmiy ishlarga yo'nalishlarni o'quvchilarga, magistrantlarga tanishtirib o'tish va kelgusida ularni ilmiy ishlariga, ilmiy maqolalarda hamkorlikni taklif etish hamda ular bilan birgalikda ilmiy izlanishni olib borishda maqsad qilingan. Mazkur seminar yosh tadqiqotchilarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash hamda zamonaviy ilmiy yo'nalishlar bilan yaqindan tanishtirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu hamkorlikka natijasida albatta matematikaning eng zamonaviy va dolzarb bo'lgan yo'nalishlarida, hayotga tatbiq qilinadigan yo'nalishlarda Qo'qon davlat universitetining magistrantlari va talabalar orasida ham yetuk olimlar yetishib chiqishi deb umid qilaman. Seminarda universitetning magistratura bo'limi, matematika kafedrasi professor-o'qituvchilari, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi, matematika mutaxassisligi hamda boshqa turdosh yo'nalishlarda tahsil olayotgan magistrantlar ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Namangan bo'linmasi mudiri, fizika-matematika fanlari doktori professor Muzaffar Rahmatullayev so'zga chiqib, bugungi kunda matematika va unga tutash yo'nalishlarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, ularning ustuvor yo'nalishlari hamda amaliy ahamiyati haqida atroflicha ma'lumot berdi. Seminarda fizika-matematika fanlari nomzodi, akademiya katta ilmiy xodimi Iskandar Sattorov ham o'z ma'ruzasi bilan ishtirok etib, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlari, innovatsion ishlanmalarni yaratish hamda ularni amaliyotga joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, seminar davomida matematika fanining bugungi kundagi dolzarb muammolari, ularni hal etish yo'llari, ilmiy izlanishlarda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish, raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini keng joriy etish kabi masalalar yuzasidan ham fikr almashdi.